Buxoro moshin bozorida Cobalt narxlarini ko'rib chiqamiz. Yangi haftada, hafta kuni yakshanba, sanasi esa 29-mart 2026-yil 1-Cobaltimiz 4-pakalina metan gaz bilan qo'yilgan ekan. Boshlaymiz. RS savdolar qo'yilgan. Cobaltning mexanikasidan qidirayotgan akalarimiz uchun salon holatlarini ko'rishlaringiz uchun shg'ol kiydirilgan, mexanika korobkada monitor qo'yilgan ekan. Aytganimizdek metan gaz balon 2019-yil ishlab chiqarilgan. 140 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Klapan kuyganmi to? Klapan bo'lganda. Kraskasi? Polni toza. Kraskasi 100% radnoy deyishyapti. Narx qanchaga taqalgan? 8800 qo'yamiz. 8800 qilib berasiz. Aka telefon nomeringizni ayting. 91 417 65 00. Generaldangiz berasizmi? Bo'ladi. Generaldangiz bo'lekan, xullas Cobalt mexanikasidan qidirayotgan akalarimiz uchun. Yana bitta Cobaltni mexanikasidan topib qo'ydim. Bular ish qilingan, tayyor xullas. E'tibor beringlar, konditsioner bor, 4-pakalina metan gaz, ABS bor, xullas olasiz, bez rasoq mazza qilib minasiz. Salon holatlari chixol polik qilib qo'yibdilar, mexanika korobkada aytib o'tganimizdek. Bagaj xonalari olasiz, mazza qilib minasiz. 2020 deysizmi? 2020 ishlab chiqarilgan. Kraskasi qayerlarda bu? Kraskasi 100% radnoy. Probegi 86 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Narx qancha qo'yamiz? 9,5 oxirimi? Generaldangiz berasizmi nomerga? Generaldangiz bo'lgan. Telefon nomeringizni ayting. Nima? Telefon nomer. Telefon nomer 99likmi? 91likmi? Telefon nomer. 90 299 44 Cobaltni mexanikasidan qidirayotgan akalarimiz uchun. Cobaltni pul yengildan qidirayotgan akalarimiz uchun metalka svetdan boshlaymiz. Shumizalasiya bo'lgan ekan, salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Chixol polik tashlab qo'yibdilar, mexanika korobkada monitor qo'yilgan. Pistochni faralar qo'yilmagan ekan, o'zini farasini tayyorlovga qilib qo'yibdilar xullas. 2013-yil ishlab chiqarilgan, probeg dunyo bo'ylab 400 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskasi qayerlarda bor? Oldi, ana shu yerda kapotida bor ekan xullas. Narx 6000 bo'lsa bermoqchisizlar. Generaldangiz berasizmi? Generaldangiz bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 049 77 42. WhatsApp telegramingiz bormi? WhatsApp telegramingiz bormi? WhatsApp telegramlar bor ekan, xullas arzon Cobalt qidirayotgan akalarimiz uchun. Cobaltni qora rangdan qidirayotgan akalarimiz uchun. Probegi ham kam ekan, xullas olasiz, mazza qilib minasiz. Mana matoxonalar 4-pakalina metan gaz qo'yilgan. ABS bor ekan. O'zingiz diskasiga 4-shoq balon qo'yilgan. Shumisalasi ham bo'lmagan ekan, salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tayyorlovga urib qo'yilgan ekan. Chixol kiydirilmagan, avtomat korobkada, o'zingiz magnitofonda 30400 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Xo'p. 2024-yil ishlab chiqarilgan, probeg 300 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskasi tozami? Toza. Kraskasi 100% toza. Generaldangiz berasizmi? Generaldangiz bo'lekan. Narx qancha deyapsiz? 11200. 11200. Aytish narx tushib bergan joy borda. 11000 bo'lishi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 409 0101. WhatsApp Telegram bormi? WhatsApp Telegramlar bor ekan, xullas qora Cobalt qidirayotgan akalarimiz uchun. Cobaltni Midnightdan arzondan qidirayotgan akalarimiz uchun 4-pakalina metan gaz qo'yilgan ekan. ABS ham bor. Yumshoq balonlar. Shumizalasiya bo'lmagan, salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chixol kiydirilmagan.
Xo'p, avtomatik korobka rezonansiya magnitofonda probeg 54 km masofa bosib o'tgan. Orqa qismlari moshinamiz 2025-yil ishlab chiqarilgan. 54 ming probegi. 54 yurgan metanlari bor. Kraska Polni radno. kraska 100% toza. General davis berasizmi? Beriladi, beriladi. General davis bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91lik 405 26 43. YouTube kanalingiz bormi sizga? YouTube kanalimiz yo'q. YouTube kanali yo'q. Bas. Nomeringiz WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan, xullas Cobalt qirayotgan akalarimiz uchun. Xullas, ana Cobaltchamiz kreditga ham chiqar ekan. Aka, Bek avtokanal nomidan chiqsalar, boshlanish to'lov qancha qilib berasiz? 500 oldu. 500 dollar bilan ana shu Cobaltchani olib ketasizlar. Nomlaringizga o'tkazib ham beradilar. Xullas, endi Cobaltchani obzor qiladigan bo'lsak, avtomat korobkada shumzalasiya bo'lmagan, salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, chihol kiydirilmagan, avtomat korobkada, magnitofon qo'yilgan, probeg 27 ming km masofa bosib o'tgan, benzinda harakatlangan mashinamiz. Xo'p, ishlab chiqarilgan 2026-yil ishlab chiqarilgan, probegi 27 ming km masofa bosib o'tgan, absolut radnoy. Qiymatga qarang. Cho'tki to'xtab turgan. Xo'p. Aka, buni naqdga qancha qilib berasiz? 10600 bölüşüm. 10,5 da, to'g'rimi? Ha. 10,5 qilib beradilar. Telefon nomeringizni ayting. 91'lik. 417 77 37. WhatsApp Telegram'ingiz bormi? Bu bir showroom qatı. WhatsApp Telegram'ingiz bormi? Ha bu. WhatsApp Telegram'lar bor ekan. Xullas, Cobalt qirayotgan akalarimiz uchun 500 dollar bilan mashina olib ketasizlar.